Suyimlik do'stlar, yaxshimsizlar? Mendan yaqinda eng ko'p so'ralgan savol bo'lsa, uyda qanday qilgan qaymoq qilib bo'ldi degan savol. Shuning uchun bugun sizlarga tanishtirdiganim oilada qaymoq erimchi qilish usuli. Ketadigan xurslar tuvandikidek. Aldı bilan yangi limonni pakiz yuvib, ikkiga bo'lib, sharbetini chiqarib olamiz. Agar tez bo'lsa, qo'shiq bilan chiqarib olsangiz bo'ldi. Uningdan keyin limon sharbetini suzib, tayyorlab olib qo'yamiz. Ko'rga 2 kilogram sut qo'yib, asra qaynab, kichik ko'pikni chiqqan chaqdilab o'tni churitamiz. Uningdan keyin asta-asta limonni natchiga bo'lib, bir tarafdan limon sharbati qo'yib, bir tarafdan sutni ilashtiramiz. Sut odatda kislotaga yo'liqqanda laktal buminsi bilan kazeinsi 2 ga bo'linadi. Agar bu holatga darhol kelamizsa, azroq oqachiq suv qo'ysangiz bo'ldi. Eng oxirida bu holatga kelganda to'xtasak bo'ldi. Uningdan keyin pakistasdan to'piga dagga yoki suv oqadigan raqni qo'yib, sutni qo'yib olamiz. Bu holatdagi qaymoqni marojni yoki tiramisu tortlarga ishlatmoqchi bo'lsangiz, suyini bek siqatmasangiz bo'ldi. Agar erimchik partiyasi qilmoqchi bo'lsangiz, pakiz suyini siqitishimiz kerak. Lekin bunda qaymoqni tortning to'piga qilin qilib surkaymaymiz. Qaymoqni suzib olgandan keyin ichiga suzilgan suyini qo'yib, yana tuxum chalg'ishda yoki go'sht ezish mashinasida cho'giltib olsak bo'ladi. Undan keyin pakiz qutiga silib, to'nglatqida 3-4 kun saqlay olamiz. Qanday savolingiz bo'lsa, tuvan so'z qoldirib qo'ying. Kelar videoga ko'rishaylik. Xayr xo'sh.